Turmush quryapmiz. Ariza topshirgani keldik. Tabriklayman. Rahmat. Pasportlaringizni beringlar, iltimos. Ha, albatta. Sizni ro'yxatdan o'tkazishimiz uchun oldin ajrashishingiz kerak. Nima? Tushunmadim. Turmushga chiqish uchun oldingi nikohingizni bekor qilishingiz kerak. Nima, oldin ham turmushga chiqamsan? Bu anglashilmovchilik. Men umuman turmushga chiqmaganman. Yo'q, siz bazada borsiz. Tildibayeva Jibek, Davren Seyitsev bilan turmush qurgansiz. Nima? Bu qandaydir hazilmi? Ha, ajrashishingiz kerak. Iltimos boshlig'ingizni chaqiring. Turmushga chiqmaganimni aniq bilaman. Singlim, hech qanday yordam bera olmayman. Ba'zida shunday turibdi. Balki bu qandaydir xatodir, lekin biz qonun doirasida ish tutishimiz kerak. Qirs. Sizlarga aytishyapti-ku, turmushga chiqmaganini. Demak, bu sizning xatoyingiz. Unda kompyuteringizdagi sozlamalarni o'zgartiring. Kelinglar, tinchlanib olamiz. Siz esa qonuniy eringizni toping va u bilan ajrashing. Uni qanday qilib topaman? Hech bo'lmaganda biror ma'lumot bering. Begonalarga ma'lumot bera olmayman, tushunsangizchi. Shoshmang. Qonun doirasida ish tutmoqchimisiz? Mayli, qonunan u meni erim. Demak, men begona odam emasman. Shuning uchun marhamat. Buncha xunuk bo'lmasa. Siz? Davrinmisiz? Ha. Bankdanmi sizlar? Yo'q, gap shundaki, bizni adashtirib nikohdan o'tkazishibdi. Siz ajrashishim uchun menga keraksiz. Firibgar bo'lsalaring, darrov aytib qo'ymoqchiman. Meni hech nimam yo'q. Yo'q, shoshma. U meni qallig'im. Sen esa uning eri ekansan. Men u bilan unashtirilganman. Kelishib olaylik. Aql tavoskamisiz sizlar?